Salom azizlar. Bundan oldingi videoda Amerikada katta kompaniyalar bilan intervyu protsessi qanaqa bo'lishi haqida ozgina to'xtalib o'tdim. Bu videoda maslashamiz. Bitcoin'dagi eng oson masalalarni, misol uchun hamma bilish shart bo'lgan, juda ko'pchilik juda yaxshi bilgan masalani filishab ko'rsataman. Agar misol uchun siz endi Bitcoin'ni o'rganmoqchi bo'lsangiz, masala ishlanishlarni endi o'rganayotgan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Unchalar ham qiyin masala emas. Demak, bu masalani havola ko'rsataman. Demak, bu hozir Facebook intervyularda tushgan savollarni ko'rib chiqamiz va bu yerda to sum degan savol bor. Bu bilish shart bo'lgan, har bitta developer, injener baxtli bo'lsa bir marta bo'lsa ham qilgan masalalardan bittasida bo'layman. Masala qanaqa? Tasavvur qiling, sizga array berilgan va target berilgan. Va sizdan kutilayotgan narsa qaysi sonlarni yig'indisi bizani targetimizga teng bo'lishini ko'rsatishingiz kerak. Misol uchun bizada 2, 7, 11, 15 sonlari berilgan va targetimiz 9. Va biza javob berayotganda outputimizni faqatgina indeks bo'lishi kerak. Misol uchun 2 va 7 sonlar emas, qaysi indeksda o'sha arrayda qaysi indeksda turgan sonlarni yig'indisi o'sha targetga teng bo'lishini ko'rsatib berishimiz kerak. Demak, 0-indeks va 1-indeksda bo'lgan turgan sonda 2 va 9, 2 va 7 9 ga teng bo'ladi yig'indisi. Keyingi holatda, misol uchun keyingi ekzemplimizda 3, 2, 4 berilgan 6 qilishimiz kerak. Demak, 3 ga 2 ni qo'shsak chiqmaydi. 3 ga 4 qo'shsak 7 chiqadi, 2 ga 6 ni qo'shsak javob chiqadi. Bu masala juda ham oson ishlanadi. Bu masalada biza map data strukturasidan foydalanamiz. Ya'ni qanaqa qilinadi? Hamma tilda har xil. Misol uchun men JavaScript ishlatganim uchun biz bitta map ochamiz va bu mapni pustoy qilamiz. Demak, oddiy obyekt. Va obyektga nimalar hozir sonlar bo'ylab ketayotgan paytimizda bizani keyimiz bo'ladi raqamlar misol uchun 2, 7, 11, 15 value'miz ularning indeksi bo'ladi. Qaysi indeks? Ularning indeksi bo'ladi. Okay. Misol uchun biza mana shu nums arraydagi har bitta raqam bo'lib yurib chiqamiz. 2, 7, 11, 15. Birinchi qilgan ishimiz difference degan bitta variable yaratamiz va targetdan nums 1 ayirsak necha chiqadi? Misol uchun 2 ni oldik va 2 ni oldikda 9 dan 2 ni ayiramiz, 7 chiqadi. Biza birinchi qilgan ishimiz, bizda 7 bormi bu yerda deymiz. Yo'q ekan. Demak, 7 bo'lmasa uzr deymizda 2 ni mapga qo'yib ketamiz. Mana shu yerda misol uchun 2 ni ochamiz, 2 ni mapga qo'yib, 2 ni indeksini 0 deb ketamiz. Keyin 7 ga boramiz. Hozir mana shu ishlab olib, keyin birma-bir tushuntirib beraman. Misol uchun difference deb oldik, target minus o'sha indeks oldik va aytamiz. Agarda mana shu farq mapda bo'lsa, mana bizning mapimizda shu farq bo'lgan bo'lsa, biz javobimizni topdik degan. Ya'ni biz уже indeks hozirgi indeksimizda bor. Shuning uchun javob qaytaramiz. Hozirgi indeksimiz necha bo'lishidan qat'iy nazar va mapdagi difference indeksi. Chunki biz hozir misol uchun ikkinchi marta borganimizda 7 ga keldik. 2 ni indeksini qo'yib ketdik. 7 ga kelganimizda 7 ni oldik. Targetdan 7 ni ayirdik. 2 bo'ldi. Va qaraymiz. 2 mapda bormi? Ha, bor. O zo'rlaymiz. Davay deymiz. Qaysi indeks edik? 1-chi indeksdamiz. Demak, 1-chi indeksni qo'yamiz va 2 ni indeksini-chi? Demak, mapda turibdi 0. 0 va 1 bo'ladi. Demak, bunaqa qiladigan bo'lsak, birinchi return map.difference va hozirgi indeks. Hop,
Bu tushunarli. Bo'lmasa-chi, bu topsak qilar ekanmiz. Agar topolmasak, o'sha mapimizni update qilib ketishimiz kerak bo'ladi. Demak, mapimizni ochamiz va hozirgi mana shu raqamimiz, допустим, 2 deb bo'lsa, 2 ga indeksni berib ketamiz. Shunda agar misol uchun hisob olgan taqdirda ham 2 ni indeksi 0, 7 ni indeksi 1, 11 indeksi 3 qilib то есть 11 indeksi 2 qilib ketaveradi. Ya'ni 2 niki 0, 7 niki 1, 11 niki 2, 15 niki 3 qilib. Va oxirida misol uchun loopdan chiqqan bo'lsak va hali ham hech qanaqa rezultat olmagan bo'lsak, demak bizda hech narsa yo'q va return empty array qilsak bo'ladi. Lekin bizlar aytyaptiki, albatta san eshitim qilsang bo'ladi, san taxmin qilsang bo'ladi, albatta sanda bitta bo'lsa ham javob bo'ladi. Demak, hech qachon botga kelmaysan. Buni biz har qanday qarshi echkasi hisobga olib qo'yamiz. Hop, nima xato bo'ldi? Demak, mana bu ikkalasi hozir bizga string ko'rinishida berilyapti. Bizda qilishimiz mumkin bo'lgan narsa prosta ikkala yoniga yoki bo'lmasam Mametga okey. Yoki bitta plus qo'yib bersa qo'ysak ham bo'lardi. Chunki string ko'rinishi bergani uchun aytyapti, bizga string emas, bizga indeks kerak. Mana masalan oddiy ishlandi. Qanaqa ishlayapmiz? Map oldik, keyin value qo'ydik, shunaqa qilib ishlab ketdi.